Sizlar bilan Retro Game Uz kanali va biz bugun Counter Strike 1.6 o'ynaymiz. Birinchi bo'lib biz oddiy botlar bilan o'ynaymiz, chunki men unchalik serverga qiziqmayman. To'g'rirog'i unchalik zo'r o'ynamayman. Videodan ko'rib o'zingizlar bilib olasizlar. Oho, ancha qiyin qilib qo'yibdi o'rtog'im. Kecha o'rtog'im kelganda hoş ketdik. Boshidan qo'zam nima bo'ladi? Aytdim bunchalik o'ynashmayman deb. Alhamdulillah. Faqat urush tashamanglar kommentariyaga o'ynash bilmas ekansan deb. Qanaqadir uni kodi bor edi mana shu yerda. Server Asosiy restart. Yo'q, unaqa emas ekan. Bo'ldi, o'xshadi. Ha, endi ketdik. Tiqilma. Qoch. Yo'q, hech kim. Three to go. Ellie. There's one left. Voy, yana o'ldirib qo'ydi. Ertaroq o'qlashim kerak edi, bor, yaramas. O, bitta mashq. The bomb is on the ground. Qani ko'raylikchi. Qani kim yutar ekan? Taking the bomb to B. Planting. Bomb has been planted. I hear him. Ha, bo'ldi, biznikilar zo'r, biznikilar. Endi kuchli o'ynash kerak edi. Aytdim, unchalik zo'r o'ynayman. Agar kim oranglarda obunachilar bilan server ochib birsanglar, menga IP'sini tashlanglar, birga ularni o'ynaymiz. O'sha kirib ketdi. Yo'q, o'tamadim. Two enemies left. Bu yoqda ham bor. Yo'q ekan. There's one left. Grafika yoki video xira bo'lsa uzr, chunki men hozir kompyuterga o'ynayapman buni. O'zingizlar bilgan bo'lsangiz kerak, video boshida telefondaman. Boshlanishiga mana shu iyun, mana shu yoz boshlari, o'rtalariga o'zim video sifati zo'r va xira bo'lmaydi, chunki yangi kompyuterim keladi. Bu ancha eski kompyuter, shuning uchun o'zi kanal nomidan bilgan bo'lsanglar kerak, Retro Game Uz degan eski o'yinlarni chiqaraman. Yangi kompyuterimda yangi o'yinlar chiqarishga harakat qilaman. Minecraft birinchi o'rinda, chunki men Minecraft juda yaxshi ko'raman. Men o'zi kanalni Minecraft uchun ochmoqchi edim.
Keyin eski o'yinlar chizildi, chunki yangi kompyuterim ko'pincha shaharda bo'ladi. Opcham ishlatadi. O'shaning uchun eski kompyuterimni qanaqa o'yinlar ko'taradi? GTA Tour, GTA San Andreas, GTA Vice City. GTA Vice City'ni ham qo'ydim mana. GTA Vice City'ni ko'rdim. Kanalga kirsanglar, shunday birinchi video o'sha GTA San Vice City. Bu video endi birinchi marta kanal ochganman. O'zinglar baho berasizlar va like, obuna esdan chiqmasin. 50 ta obunachidan keyin xudo xolasa streamni boshlayman. Jonli efir qilishni. Jonli efirda har 2 kun bo'ladi. Xudo xolasa odamlar ko'paysa, juda ham xursand bo'lardim. Mening maqsadim xudo xolasa kelajakda eng katta blogerlardan bittasi bo'lish. Lead the way, sir. Давай, go. Ha, ke, qaysi biri? Deb gapirib qo'yaman, lekin o'lib qolaman. Albatta bitmadi, degancha yutgan bo'lsa ham. Menga o'ynash yoqadi. Voy. O'zgalar yomon voy. Xudo xolasa mana shu yoz o'rtalari yo yoz oxirigacha kuchayib ketishni xohlayman. Bu kompyuterda masalan GTA Tour, GTA San Andreas o'ynasam yangi kompyuterimda GTA 5 dan tortib u og'ir o'yinlargacha o'ynaman. Chunki yangi kompyuterim bundan ancha kuchli. Ikkitasiga bitta chiqolmadim baribir. Chiqaq. Hammasi bu bizgalar bichara. Maqta bilganlar. Ana. Mash odam bo'lgan. Kettu. Haydamasa tomoq chiqadi. Keyin Minecraft mavzu ochildi. Xullas, agar 100 ta 1k yoki 2k obunachi yig'ilgandan so'ng men bitta server ochaman va har xil shartlar va har xil anolar bo'ladi. Masalan, ko'p odamlarni chaqirib ularni o'ynashadi, PvP qilishadi, o'shanaqa narsalar yasayman va survival degan narsalar bo'ladi, o'shalarda o'ynaymiz. Xudo xolasa ko'tarib ketishni niyat qilyapman. Sizlar like, obuna va komment yozishdan to'xtamasanglar, xudo xolasa biz ham buyuk blogerlardan bittasi bo'lamiz. Sizlar kuchinglar bilan men men agar gapirmagan joylarim bo'lsa, u paytda men o'yin ichiga kirib ketgan bo'laman, chunki bu o'yin juda ham zo'r. Odamga chalib gapirmay qolishim mumkin, chunki o'zinglar bilasizlar. Yana urushib tashamanglar. Lekin zo'r o'yin bu. CS:GO tortmoqchi bo'ldim bu kompyuterimga. Ko'tarmadi. Ko'tardi, lekin sekin ishladi, rasam. 5-6 FPS da, lekin qotmayapti. Shunisi muammo bo'lyapti. Buni ko'rsata olmayman ham sizga, chunki bu meni o'zim ham ustaman, chunki
Bu kompyuterim bir 100 marta ochilib yopilgan bechara. Lekin Xudoga shukr shu paytgacha shunday qotmasdan ishlayveradi. Faqat og'ir o'yinlar yaxshi ko'tara olmaydi-da. O mujik bola. Kim edi bu? Lady Ba. Bir balasini qo'yib tashlab ko'ziga. Botda bor. Serverga kirib ko'raymi-gina, bolalar. Bu to'ldirib qo'yapti, o'tdimmi? Yurmasam kerak o'zim. Hozir mana shu o'yindan keyin serverga kiramiz unda. Bolalar. Hozir server. Mana shu bitta agar o'lsam yo yutsam, undan keyin server bitta mujikni vaqtlaydi. Uyqum emas shunga ketadi o'sha. Давай. Давай. Yü. Voy, o'ldirib qo'ydi. Endi mana serverga kiramiz. Mana unda bitta odam ekan, yaxshi bitta ko'raylikchi. Qani. Connect qildim. Xudoga ko'rsak. Voy. Bugungi videolar sal kamroq bo'ladi. Chunki montajda telefonim unchalik zo'r emas. Telefonim ham zo'r deya olmayman. Bir 20 minutlik, maksimum 20 minutlik videolar chiqib turadi shu yozda o'rtalargacha, undan oshib ketmasa. Yangi kompyuterimda shunday zo'r, o'zi ham yangi kompyuterim kelsa, yangi o'yinlar, faqat Minecraft, CS:GO, Rossiyamga o'ynaymiz unda. Nima qilyapti bular? Qo'rqinchli ekan, kirib qo'ygan. Voy, qo'rqinchli ekan. Ko'rsangizlar, men qo'rqinch narsalardan qo'rqaman. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Chiqdi. Yo'q, qo'yil bular zo'r. Ana, lekin qo'rqib ketaman. Qayerda? To'qon to'kilibdi. Bu yoqqa ketibdi ana. Mezun yo'q. Cheater. Ha, bu o'sha zonani yaratgan odam bo'lsa kerak, yo'qolmaydi. Xullas. Plastiklarga, mashina o'ynaymiz bolalar. Obunachilar. Hattoki eski kompyuterimda montaj ham qilib bo'lmayapti. Ekran yozish mayli. Bo'lmaysizlar. Juda ko'p kompyuterimga gapirib olmadim. Qani 2 va 2 bu nechtaga necha 5 ga to'g'ri. Bir gapir qolib turmancha. Давай. Yetmas ekan pulim. Давай, ket. Lastik kerak bu chunki bu yoqdan yurib bo'lmaydi-da. Bular zo'r. Aytdim-ku serverda. Xullas do'stlar, hammamizda videoni shu joyda to'xtataman. Muhimi like, obuna va komment. Kim eng zo'r va chiroyli komment yozganda keyingi videoda shuni ekranga chiqarib ko'rsataman. Xudo xolasa biz ham katta blogerlardan ketamiz. Sizlarda
kuchinglar bilan men ko'tarib ketaman, xudo xohlasa. Bismillahir rohmanir rohim deylik. Mayli unda do'stlar, keyingi videogacha.